Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Musofir shahri yurgan aka opa singillarimiz diqqatiga. Moskvadan ketmoqchimisiz? +7 966 270 55 55 raqamlarni qoldirib o'tamiz. Bizda qonuniy va zamonaviy resmi avtobuslar ketdi. Ichki haftadan ham vatandoshlarimizdan bilib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, mana avtobusimiz ichki holati. Bu avtobusimizda 51 ta mesda oshiqcha odam olinmaydi, chunki bu resmi avtobus, bilet orqali reyslarimiz amalga oshiriladi. Kelavering mana aka. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Qashqadaryodan. Shoshdimi avtobus? Ha, biletni oldingiz mana, o'tiribsiz. Vaqtiga ketyaptimi aka? Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Toshkent. Mana shoshdimi avtobus? Mana davlatimiz tomonidan qo'yilgan resmi avtobuslar mana xalqimiz uchun xizmatda Moskva shahrida. Ko'pchilik tanlovda adashib qolyapti, mana sizlardan so'rab o'tyapti, ishonchlimi, ishonchli emasmi? Ishonchlimi mana aka? Opa, ishonchlimi? Mana ayollar ham ketadi avtobusdan. Tanlovda adashmanglar, ekranda nomerlarga murojaat qilib kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.